Assalomu alaykum aka-ukalar. Videoni o'tkazib o'rmay oxirigacha ko'rishlaringizni so'rardim. Juda foydali video bo'ladi bugungi. Unda biz videoni Biz O'zbekiston Sirdaryo viloyati. O'zbekiston Sirdaryodan. Hozir ukamizdan ozroq suhbat olamiz. Ish qanday situatsiyalar ketyapti? Bu yerda nima ish qilasiz? Bu yerda Universal. har xil universal ishlari. Hozirda paketda daraxt tutyapmiz. Daraxtlarni kartoshka qilyapsiz, kesyapsizlar, ha? Daraxt tutyapmiz. Oyliklar qanday bo'lyapti? Masharali hammasini kesib chiqyapsiz, to'g'rimi? Daraxt tutab, kesilib, va simlarga xalaq bermaslik uchun. Oyliklar vaqtida beryaptimi? Конечно. Menda nechta bola ishlayapti hozirgi kunda? 20 taga yaqin bola ishlayapti. 20 taga yaqin bola ishlayapti. Pullarni vaqtida olyapti. Haftalik raschot qilinyapti. Pullar muammo yo'q. O'rtoq joylar zo'r. Hammasi zo'r. Hammasi Joyga shukur hammasi yaxshi. Hurmatli obunachilar, kimda shug'ullanyapsiz bo'lsa, Go'rt Serpov shahrida ish bor. Videomizni pastiga telefon nomerini qoldiraman. Обязательно usta bolalar bo'lsa ham, razmi rabochi bolalar bo'lsa ham farqi bezakmen ishga qabul qilamiz. Kelaversin hamma. Oyliklar vaqtida. Xoljonning kanaliga обязательно videolarga bitta like bosamiz, videoni keng tarqatamiz. Hisoba 5 yurgan akalarimiz bemalol kelishi mumkin. Unda hammangiz sog' sog'ligidan yakunlaymiz.